Tasavvur qiling, bir vaqtlar butun dunyoni zabt etgan ulkan kino imperiya bugun muxlislar tomonidan tanqid qilinyapti. Nega Marvel studiyasi bir paytlar yengilmas edi, ammo hozir muxlislar uni tanqid qilishyapti? Nima sababdan DC xronologiyasini tushunish bunchalik qiyin? Nega hali hamon Marvel muxlislari Qasoskorlar qiyomat kuni filmidan umid qilishyapti? Va eng muhim savol, DC rostdan ham Marveldan kuchsizmi? Bugun sizlar bilan aynan shu savollarga javob topamiz. Popkornlarni tayyorlab oling. Bugungi video boshqacha bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. 2000-yillarga kelib Marvel katta inqirozga yuz tutgan edi va shu sababdan ham komiksdagi personajlarni juda katta studiyalarga arzimagan pullarga sotib yuborishga majbur bo'lgan. O'sha paytlarda Marvelning kelajagini hech kim bugungi kundagidek tasavvur qilmagan edi. 2008-yilga kelib Marvel komikslarda 3-darajali bo'lgan personajlarni katta ekranga olib chiqishga bel bog'laydi. Marvel gullash uchun Jon Favro qattiq kirishadi va Temir odam filmini ishlab chiqadi. Marvel og'ir ahvolda bo'lgani bilan bir paytda Favro Temir odam rolini zalolatdan endigina chiqqan aktyorni tanlab olgani bilan ko'pchilik muxlislarga yoqmaydi, ammo Favro o'z qarorida qat'iy qolib Robertni Temir odam roliga olib keladi. Marvel industriyasi shu ondan boshlab cho'qqiga harakatlana boshlaydi. Temir odam filmi Marvelning barcha muammolarini hal qilib yuboradi. Bunaqa katta natijani hech kim kutmagan edi. Marvel Favroga yana bir bor imkon beradi va Temir odam 2 filmini suratga oladi, ammo bu gal hammasi boshqacha bo'ladi. Temir odam filmini shunchaki suratga olgan edi, ammo Marvel bu loyiha omadli chiqqani sabab kelajak loyihalariga ham bu film urg'u berishi kerak deb hisoblaydi. Temir odam 2 filmi kelajakdagi qasoskorlarga, Qorabeva hamda Hulk va Thor kabi personajlarga belgi qoldirib o'tgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Hulk va Thor filmlari voqealari Temir odam 2 filmi voqealari bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Shu tariqa Marvel katta ish uchun ilk qadamni qo'yadi va bu omadli chiqadi. Temir odam 2 filmi ham kutilgandan ko'proq omadli chiqadi va undan keyingi qismlarga qoldirilgan belgilar muxlislarni Marvelga qiziqtirib qo'yadi. Qolganini esa o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Marvel o'z ustida ishlaydi va super qahramonlarni birin-ketin bizga tanishtirib, oxirida bitta umumiy dushmanga qarshi kurashni ko'rsatib beradi. Hammasi ideal darajada ketayotgan edi, ammo Qasoskorlar final filmgacha. Nega? Sababi film mastabi juda ham yuqori bo'ldi. Muxlislar Marvelda final filmidan keyin undan ham kattaroq film kutishdi. O'rgimchak odam uydan uzoqda film ham muxlislarga manzur keldi. Halok bo'lganlar eslandi, ayniqsa Temir odam. Bu esa muxlislarga katta his-hayajon uyg'otdi. Tony Stark o'ziga voris tanlab ketgani ayon bo'ldi. Yangi yovuz va oxirida hamma Peter Parkerning o'rgimchak odam ekanligini bilib oldi. Endi keyingi qismda nima bo'ladi va ajoyib savollar bilan davom etayotgan Marvel birdaniga seriallarni suratga olishga kirishib ketdi. Oldin har bir personajni film uchligida tanishtirsa, endi serial qilib bizga taqdim etishdi. Film ko'rishga o'rganib qolgan muxlislar jamoasi esa buni iliq qarshi olmadi. To'g'ri, dastlab bu yaxshi kutib olindi, sababi Lochin va Qishki askar seriali, WandaVision hamda Loki seriallari haqiqatdan ham har tomonlama yaxshi chiqqan edi va muxlislar buni juda yomon deb baholamadi. Ammo keyingi proyektlar shunchaki ko'r-ko'rona olib tashlandi. Shaxsan men ularni ham yomon demayman, hattoki Ayol Hulk serialini ham. Chunki bizga shunday ko'rinishi aniq edi, sababi final bizni hali ham shokka solib qo'ygan edi, ammo Thor hamda Doctor Strange 2 filmlari kutilgandek chiqmadi. Muxlislar juda ko'p narsani kutishgan edi, sababi insiderlar va hatto Marvelning o'zi ham shunga va'da bergan edi, ammo filmda biz kutgan hodisalar ro'y bermadi. Doctor Strange 2 filmida shunchalik ko'p personajlarni kutgandikki, hatto Temir odam ham chiqadi deb umid qilayotgan edik. Ammo Marvel bizga shunchaki uxlab olinglar dedi xolos. Shunchaki filmdan hech narsani kutmay yoki Marvelni endi ko'rishni boshlayotgan biror bir do'stingizga bu filmlarni qo'yib bersangiz, ishonchim komilki, film ularga juda ham yoqadi. Aytmoqchimanki, hamma ayb o'zimizda. Qiziquvchanligimiz sababli filmdan juda ham ko'p narsani kutdik. Shu tariqa filmlar biz xohlagandek vibe'ni bera olmadi. Biz esa buni Marvelga to'nkab qo'ydik. Marvelda ham ayb bor. Vizual effektlar ustida ishlaydigan insonlarga juda ham kam mablag' ajratdi. Shu sababdan ham ular ham qo'l uchida ishlashdi va effektlar borasida anchagina ko'zga tashlanadigan kamchiliklar ko'rinib qoldi. Endi DC studiyasiga nazar solsak, nima sababdan uning xronologiyasini ko'pchilik tushunmaydi va filmlar ketma-ketligini bilmaydi. Eng yomoni esa aynan shu sabab DC kinolarini muxlislar tushunmay, voqealar rivojini bilmay va yaxshi filmlar bor bo'lgan
Marvelni ham hattoki ortda qoldira oladigan filmlar bor kino olamini muxlislar yomon ko'rib qolishgan. Vaholanki DC studiyasi Marveldan ancha oldin super qahramonlar imperiyasini boshlab bergan edi. Muxlislar aynan Superman orqali super qahramonlar haqidagi filmlarga qiziqish bildirishgan. To'g'ri, Marvel ham oldin Tobey Maguire ijrosida O'rgimchak odam filmi ishlab chiqargan-ku va bu ko'pchilik orasida katta hype'ga erishgan edi deyishingiz mumkin, ammo DC undan ham oldin Superman filmini ishlab chiqqan. Bilasizki, Superman rolini qanchadan qancha aktyorlar ijro etgan va ko'plab filmlar ishlab chiqarilgan aynan Superman haqida. Shu sabab DC ancha oldin super qahramonlar olamini boshlab bergan desam mubolag'a bo'lmaydi. Lekin yaxshi studiyada doimiy nizolar va pul borasida muammolar, ichki ziddiyatlar, shu sabab oxir-oqibatda studiya parokanda bo'lib ketgan. Masalan, Zack Snyder olami deyarli mukammal edi, ammo studiya uni qoldirishni istamaydi. Eng yomoni esa muxlislar uni studiyadan ketganidan keyin Zackning qahramonlari juda tartibsiz va noreal edi, unga ishonib bo'lmaydi, sal haqiqatga yaqin qilib ishlash kerak edi deb tanqid qila boshlashadi. Shundan keyin katta sahnaga Joss Whedon keladi va muxlislar juda uzoq kutgan Adolat Ligasi loyihasini qo'pol qilib aytganda axlatga aylantirib qo'yadi. Personajlar kiyimi, tashqi ko'rinishi, ssenariyni qisqartirish hammasini o'zi xohlagancha o'zgartirdi. Muxlislar Zack qadriga yeta boshlashadi va hamma yoppasiga Zack Snyderni qaytarishni xohlaydi. DC oxirgi umid ila Zack Snyderni qaytarib Adolat Ligasini suratga olib muxlislarga taqdim etadi va hammaga yoqadi. Ammo yana Zack Snyder studiyadan haydab yuborishadi. Bu haqida alohida video ham qilganman. Adolat Ligasi 2 va 3 ssenariylari nega DC parokanda bo'lgani hammasini kanaldan o'tib ko'rishingiz mumkin. Endi James Gunn katta ekranga chiqdi va muxlislar xohlagandek hammasini real ko'rinishga olib kelyapti. Ko'ramiz DC studiyasini bu gal muxlislar qanday qabul qilishadi. Marvelga qaytamiz. Muxlislar yillar davomida hali ham Qasoskorlar loyihasiga umid bog'lab ketishmoqda. Avvalgi Qasoskorlar 5 loyihasi Kang sulolasi deb nomlangan edi, ammo Kang rolini ijro etgan aktyor bilan bo'lgan muammolar sabab loyiha Qasoskorlar qiyomat kuni filmga o'zgartirildi. Eng muhimi esa Doktor Doom roliga Robert Downey tanlab olindi va muxlislar shu kundan boshlab Qasoskorlar 5 filmini kutishmoqda. Bu asosiysi emas, muxlislar vaqtlar aro buzilish sabab bo'lgan tartibsizliklarni qanday tushuntirishadi. Temir odam ko'rinishdagi inson endi qanday qilib Doktor Doom ko'rinishida chiqadi. Kapitan toshlarni olib ortga qaytganida nimalar bo'lgan? Kepning farzandi nima ahamiyati borki u bizga ko'rsatildi? Shu savollar bor uchun ham muxlislar Qasoskorlar 5 filmiga qiziqish bildirishyapti. Eski qahramonlar qaytishi va aka-uka russolarga ishonch sabab ham filmni hamma kutyapti. Endi asosiy savolga javob bersak, Marvel rostdan ham DCdan kuchlimi? Bu savolga qisqa qilib javob beraman, yo'q. Ikkita studiyo ham yetarlicha muxlislarga ega, faqatgina DCda ko'plab parokandaliklar va ish qisqartirishlar sababli ham anchagina kamomad ko'rinib qolgan. Undan tashqari DCda yetarlicha filmlar yo'q. Marvelda esa bundan umuman muammo yo'q. To'g'rirog'i, Marvelda haddan tashqari kontentlar juda ham ko'p. Endi esa Kevin Feigening va'da berishicha hozir faqatgina sifatga e'tibor qaratadi. Shunga umid qilamiz va Qasoskorlar qiyomat kuni filmidan keyin qanday filmlar chiqishiga e'tibor qaratamiz. Agarda rostdan ham yaxshi filmlar chiqsa, demak Kevin Feige o'z va'dasida turgan bo'ladi. Buguncha sizlar bilan shularni gaplashib o'tdik. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga va yangi kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoga like bosing va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.